Amerikada hammaga mashhur bir sudya bor, nihoyatda adolatli. O'sha sudya bir safar 15 yoshli bola ustidan hukm qildi. Bola do'kondan non va pishloq o'g'irlagan ekan. Bola qochish asnosida tokchalardan birini ham sindirgan. Hodisa tafsilotini eshitgan sudya boladan so'radi: "Sen haqiqatdan ham o'g'irlik qildingmi? Non o'g'irlab tokchani ham sindirdingmi?" Bola xijolatdan yerga qarab javob berdi: "Ha, nega o'g'irlik qilding?" "Muhtojlikdan." "O'g'irlagandan ko'ra sotib olsang bo'lmasmidi?" "Pulim yo'q." "Otang yoki onangdan pul olsang bo'lar edi-ku." "Otam yo'q, onam borlar. U kishi bemor, ishlay olmaydilar. U kishi uchun non va pishloq o'g'irladim." "Sen ishlamaysanmi?" "Mashinalarni yuvar edim. Onamga yordamlashish uchun xo'jayindan bir kun javob so'radim. Shuning uchun meni ishdan haydashdi." Savol-javob tugagandan so'ng sudya hukmni e'lon qildi. O'g'irlik, xususan non o'g'irlash juda ham uyatli ish. Bu o'g'irlikda hammamiz sherikmiz. Mana shu zalda o'tirganlarning bari jinoyatda sherik. Ular ichida men ham borman. Bunga barchamiz mas'ulmiz. Bu yerda o'tirganlarning bariga $10 jarima solaman. $10 bermasdan hech kim zaldan chiqmasin. Birinchi bo'lib sudyaning o'zi cho'ntagidan $10 chiqarib stolga qo'ydi va dedi: "Och qolgan bolani politsiyaga topshirgan do'kon egasiga $1000 jarima solaman. Agar do'kondor pulni bermasa, do'koni yopiladi. Modomiki kimdir non o'g'irlar ekan, bundan barcha fuqarolar uyalishi lozim. Bu ish davlatimizdagi jamiyat a'zolari uchun sharmandalik." Zaldagi barcha ishtirokchilar boladan kechirim so'rashdi. Hamma yig'ladi. Sudya ham zaldan ko'zlarida yosh bilan chiqdi. U rahmat va insoniylik asarini ko'rsatdi.